Elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolarni hal etishda quyosh panellari eng maqbul yechimlardan biri. Deylik, siz 2 qavatli uyda yashaysiz va bir oyda o'rtacha 800 kWh elektr energiyasi iste'mol qilasiz. Agar xonadoningizga 5 kWh quvvatdagi quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatsangiz, bu sizga o'rtacha 50 million so'mga tushadi. Siz quyosh panellari o'rnatish orqali bepul elektr energiyasiga ega bo'lib, iste'mol qilinganidan ortganini davlat elektr korxonasiga sotishingiz mumkin. Buning uchun esa sizga har kilovatt uchun 1000 so'mdan haq to'lanadi. Agar siz tadbirkor mehmonxona egasi bo'lsangiz 210 million so'mga 36 ta quyosh paneli, 19 ta suv isitish qurilmasini o'rnatsangiz, bir yilda o'rtacha 290 ming kWh elektr energiyasi, qolaversa 240 ming metr kub tabiiy gazni tejaysiz. Buni pulga chaqqanda bir yilda o'rtacha 275 million so'm mablag' yoningizda qoladi. Har bir o'rnatilgan quyosh va shamol elektr uskunasi uchun quvvatiga qarab 15 million, suv isitish qurilmasi uchun esa 2 million so'mgacha kompensatsiya to'lanadi. Uskuna qiymatini 3 yil ichida foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Quyosh panellari va quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatgan jismoniy shaxslar 3 yil, tadbirkorlik subyektlari esa 10 yil davomida yer va mol-mulk solig'idan ozod etiladi.